Liverpool muxlislari anchagina xotirjam bo'lishlari mumkin do'stlar, chunki chiqayotgan xabarlarga ko'ra, Salah va Slot hamma muammolarga barham bergan, ular sulh bo'yicha kelishuvga erishgan, 5 tashlangan va bu ishda Virgil van Dijk juda katta rol o'ynagani aytilmoqda. Muhammad Salah Brightonga qarshi Anfieldda bo'lib o'tadigan o'yin qaydnomasiga kiritilgan. Virgil van Dijk Salah va Slot o'rtasidagi muzokaralarda sulh mobaynida juda katta yordam bergani, aynan unga ham murabbiy ham futbolchi rahmat degani va bu muzokaralar, ya'ni uchrashuv Salah va Slot o'rtasidagi uchrashuv qo'l siqish bilan, ya'ni 5 tashlash bilan yakunlangan va futbolchi ham, murabbiy ham, shu jumladan klub ham bundan ancha xursandligi aytilmoqda. Albatta, muxlislarga ham bu ta'sir qilishi aniq, muxlislar ham xursand, chunki Salah APLda juda katta ishlarni qilgan, shu jumladan do'stlar Liverpoolda ham uni hamma yaxshi ko'radi, uni hamma hurmat qiladi. Endi katta ehtimol bilan Brightonga qarshi balki asosiy tarkibda ham chiqishi mumkin va shu o'yindan keyin u tinchgina Afcon, ya'ni Afrika Kubogi musobaqasiga yo'l oladi. Futbolda mana shunday hamma narsa chiroyli sulh bilan yakunlansa, biz ham albatta xursand bo'lamiz. Omad tilaymiz Salahga, Slotga va Liverpoolga va mana shu ishlarda qatnashgani uchun Virgil van Dijkga